xitoylik ustidan xitoylik ariza beribdi O'zbekistonda. Gap shundaki, ikkalasi bitta biznes sheriklari ekan. Bitta MCHni, O'zbekistondagi MCHni ta'sischilari ekan. O'sha bitta xitoylik MCHni faoliyatida shu o'zini majburiyatlarini lozim darajada bajarmaganligi, umumiy yig'ilishlarda qatnashmay kelayotgan ekan. Undan tashqari bitta qo'shma korxonadan qarz olgan edi ekan, o'sha qarzlarni ham to'lamay kelgan MCHga. Shunday qilib bu biznesda firmani faoliyatini yanada og'irlashtirishiga sabab bo'ladigan holatlar qilgan. Shunda keyin nariga xitoylik nima bo'lyapti senga deganda sudga ariza beribdi ta'sischilar safidan chiqarish bo'yicha. Ularning yana bitta singapurlik ham sherigi bor ekan. U ham qo'shilgan. Ha, rostdan shunaqa bo'lgan deb arizaga u ham qo'shilibdi va shundan keyin sud ko'rib chiqqan mas'uliyati cheklangan jamiyatlar to'g'risidagi qonunning 8-moddasida belgilangan. Agar o'zini majburiyatlarini bajarmay, shunaqa qiyinlashtirib, og'irlashtirib, shunaqa holatlarga olib kelayotgan bo'lsa, biznes proyektda keyin uni ta'sischilar safidan chiqarish belgilangan. Mana shu moddani qo'llaganda haligi biznes sherikni, o'sha MCH ta'sischisini ta'sischilar safidan chiqarish to'g'risida sud qarori chiqqan.